Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Az qarindoshlar, Alloh taolaning fazl rahmati bilan Ramazon munosabati bilan qilayotgan darslarimiz oxirat darsligi davomlashyotdi. Darsimiz qiyomatning alomatlari haqida davomlashyotgan. Bugun ham mana shu qiyomatning alomatlaridan kasratul kitabati va intisharuha, yeziqchilikning ko'payib ketishi va tarqab ketishi. Mana bu haqda to'xtalamiz. Demak, mana bu yeziqchilik va kitoblarningki ko'plab tarqab ketishi ham bu qiyomatning alomatlari ekanligi haqida hadis kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalamning zohiri bo'lishi, kitob va yeziqchilikning tarqab ketishini qiyomatning alomatlaridan degan. Bu haqda kelgan hadisga bir qarab boqadigan bo'lsak, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadikin, inna bayna yadi sa'a taslimul khas va fushuv at-tijara hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. Mana bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha turli qiyomatning alomatlarini bayon qilgan. Buning ko'pisini biz ilgirki darslarimizda so'zlab bo'ldik. Hadisni qisqachildab bitib ketamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, haqiqatan qiyomatning oldida xos kishilarga salom berish, ya'ni o'zi tunigan xos odamlarga salom berish, tijoratning tarqab ketishi, hattoki tijorat tarqab ayol kishi o'zining eriga tijorat yordam beradigan bo'lib ketish, sil rahimni uzish, yolg'on guvohlik berish, haq guvohlikni yushirish va yeziqchilik, ya'ni qalamning oshkori bo'lishi, mana bu ishlar yuz berdi dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana bu qiyomatning oldida yuz beradigan narsa. Yani qalamning oshkori bo'lishi degani nima desa, mana bu yeziqchilik va kitoblarning ko'payib ketishi. Har xil bosmachilik, mana shunday narsalar. Yeziqchilikning nihoyat oson bo'lib ketishi deydi. Az qarindoshlar, mana shu haqda ozroq to'xtaladigan bo'lsak, mana shu bosmachilik o'tirg'i chiqqan vaqtingizda mana bu narsa osonlashib ketdi deyilgan ekan. Endi bugungi kunimizda-chi? Bugungi kunimizda bir inson mana shu hozirgi sun'iy aql orqali mana shunday kitob lozim bu temada. Bu manda bo'lsin deb turib ma'lum bir talablarni o'ttirib qo'yib bu buyruq bersa, mana shu nihoyat qisqa vaqtingizda buning shu kitobni tayyor qilib berdi. Mana shunday yeziqchiliklar mana shunday oson, qulay bo'lib ketadi. Demak, bu alomatlar ham insonlar o'ylagandan bakrak ziyoda mana shunday bo'lib ketib bordi. Yani başka bir hadis qarab baqadigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, inna min ashrat sa'a ay yurfa'al ilmu va yadhharal jahlu va yafushu zina va yushrabul khamr va yadhhabur rijal va yabqa an-nisa hatta yakun li 50 imra'a qiyamun wahid aw qayyimun wahid. Bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi, haqiqatan qiyomatning alomatlari qatoridan ilmning ko'tarilib ketishi, jahillikning oshkora bo'lishi, zinaning tarqab ketishi, aroq ichilishi, kishilarning ketib qolib ayollarning qilishi, hattoki 50 ayol kishiga bir boshqurg'ichining bo'lishi, mana bu qiyomatning alomatlaridan dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana bu alomatlar ham ochiq oshkora bugungi kunimizda ko'rinib turadigan alomatlar qatoridan. Hamda yana qiyomatning alomatlari jumlasidan kishilarningki tili orqali, so'zi orqali pul tepishi va shuning bilan o'zi qilgan so'zlar bilan manmanchilik, ko'z qilish. Mana bu ham qiyomatning alomatlari deydi. Mana bu narsalar ham bugungi kunda aytib topa olamiz. Ya'ni bir insonningki so'z qilib, so'z orqali mol tepishi yoki bu narsalar bir shar'iy jihatda bu durust emas deyiladigan narsa emas. Ammo mana bu narsa bir so'z bilan kishilarga gap qilib turib pul tepish, bu insonlarning orasida bir yo'lliq bir narsa bo'lib qoladi. Ya'ni nima? Kishilar mana shunga ko'ngan bir narsa bo'lib qoladi. Xuddi bugungi kunda mesela advokatlarning qiliqiga o'xshash, oyoq undan boshqa. Undan o'tib hozir maxsus leksiya so'zlab pul topadigan ish bugungi kunimizda eng rivojlangan ishlar qatoridan. Ham ko'p pul topadigan. Demak, mana bu nima desa, bu bir so'kiladigan narsa emas. Şeriyet çekilindiğin narsa emas. Lekin söküladigan ve çekilindiğin tarafi nima desa, kishilarni batıl sözler bilan maqtab,
Şu maqtashga loyiq bo'lmagan kishilarni maqtab uchirib turib, shuning bilan kasb qilib, pul tepib, jon beqish, mana bu shariatda so'kilinadigan narsa. Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning bir o'g'li bo'lgan ekan, Umar deb. Bu kishi dadasining yoniga keldi bir kun. Kelib dadasiga o'zining hojatini aytishdan burun balog'at, qofida shunda so'zlarni keltirib, dadasiga uning oldida hojatini bayon qilishdan burun nurg'unlagan so'zlarni qiladi. Ko'p so'zlarni qilib yetib, ana degan so'zini tugatgandan keyin dadasi aytdi: "Ya bunay qad farigta min kalamik." Ay balam, so'zingni tugatdingmi dedi. Degandan keyin ha desa, keyin dadasi aytdi ekan: "Men dedi, sening hojatingni ado qilib berishdan unda yiroq emasdim. Bu tuzlam desam ham men sening hojatingni ado qilib berdim. Men sendan shu so'zni anglagandan keyin sening hojatingni ado qilishga ko'ngil bo'lmaydigan, sana ahamiyat bermaydigan bo'ldim men dedi. Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini anglagandim-kin, sayakunu qawmun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqaratu minal ard. Payg'ambar alayhisalomning shunday deganligini anglagandim dedi. Pat yaqinda shunday bir kishilar bo'ladi ekan. Bular xuddi kala zamindan yegandek, zamindan o't cho'plarni yeganidek, o'zining tili bilan yeydigan mana shunday kishilar bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday aytgan dedi. Deb turib, mana bu kishi Sa'd ibn Abu Waqqas o'zining o'g'liga shu qilgan qilqini inkor qilgan. Yana boshqa hadislarda qiyomatning alomatlari qatoridan Alloh taolaning kitobidan boshqa kitoblarni yozishning ko'plab ketadiganligi haqida kelgan. Bu ham qiyomatning alomatlari. Ya'ni Allohning kitobidan boshqa, Qur'ondan boshqa kitoblar taqab ketadi degan. Mana bu ham bugungi kunimizda aniq ko'rilayotgan, biz davomli ko'rib turayotgan narsalar qatoridan. Yana nima desa, kishilarningki mana shunday kitoblarga berilib, kitob o'qib qiladi, kitoblar setiladi, besiladi, bozorlar, kitobxonalar kitoblar bilan to'ladi. Alloh taolaning kitobidan boshqa kitoblar. Mana shu kitoblar dedi. Bu vaqtdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Min iqtirobis sa'a va tafri fil qawmil musa'a aw masa'a." Qiyomatning yaqinlashganligining qatoridan deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pichki alomatlarni deb bo'lib, qavmda masa'a tarqab ketadi dedi. Bu masa'a degan nima deb so'radim dedi. Hadisni rivoyat qilguvchi ravi. Desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdikin: "Ma kutiba siwa kitabillah." Allohning kitobidan boshqa yozilgan narsalar dedi. Ya'ni Allohning kitobidan boshqa mana shunday narsalar ko'plab yozilib ketdi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan ekan. Demak, aziz qarindoshlar, mana shu narsalarni ham qaraydigan bo'lsak, diqqat qiladigan bo'lsak, aniq ko'rib oladigan narsalar qatoridan. Endi yana qiyomatning alomatlari qatoridan o'qiydigan kishilarning ko'plab ketishi, ammo fiqh olim kishilarning ozlab ketishi deydi. O'qiydi, lekin olim chiqmaydi. Mana bu bizning davrimizda bo'layotgan narsa. O'qiydi, lekin faqih chiqmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana buni qiyomatning alomatlari deb xabar bergan. O'qiydiganlar ko'p, olimlar oz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom shunday degan: "Sayati zamanun takthuru fihi al-qurra wa yaqillu al-fuqaha va yuqbadu al-ilm va yakthuru al-haraj." Payg'ambar alayhisalom aytdi: "Patiqani kishilar shunday bir zaman keladi. Buningda o'qiydiganlar ko'p bo'ladi. Faqih, olim kishilar oz bo'ladi. Ilm qabz qilinadi, ya'ni ilm ep ketiladi. Va haraj ko'plab ketadi" dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Deganda sahobalar aytdikin: "Va mal haraj?" Bu haraj degan nima ya Rasululloh debdi. "Al-qatlu baynakum." Sizlarning oranglardagi o'ltirishlar. Odam o'ltirishning ko'p bo'lib ketishi dedi. "Thumma ya'ti ba'da zalika zamanun." Ashundan keyin yana shunday davrlar keladi. Alloh taolaning kitobini kishilar o'qiydi. "Yaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu taraqihim." Kishilar Alloh taolaning kalomini o'qiydi. Mana bu Alloh taolaning kalomisi bularning kekirdigidan o'tmaydi dedi. Allohning kalomini o'qiydi. Qori bo'ladi. O'qiydigan odamlar jiq. Ammo bular Qur'oncha axloq bo'ladi bo'lmaydi. Qur'on bularning hayotiga singmaydi, qalbiga ta'sir qilmaydi. Mana shunday bo'lib ketadi dedi. Insonlar Qur'on o'qiydi, lekin Qur'onning ta'siri buning hayotida bo'lmaydi. Ya Allah. Anadan keyin yana shunday davrlar keladi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bir munofiq, kafir, Alloh taolaga shirik keltiradigan bir inson mu'min bilan shu mu'min degan narsaning o'qishi bilan munozirlashadi dedi. Mana shunday vaqt kelib ketadi dedi. Mana bu narsani ham bugungi kunimizda topa olamiz. Ya'ni nima desa, bir inson dindan nasibisi yo'q,
mana shunday kishilar ahli ilm mana shunday kishilar bilan munozirlashadi. Buningga dalil bayon qiladi. Ve bu Allah Teala'nınki oyati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet hadisleri bilan gap qiladi. Yani şu mümin deganga o'xshash, shuning mantiqisi bilan, shuning dalili bilan gap qiladi. Munofiq, kafir, mushrik kishi. Demak, nima desa, mana bu ham kishilarning orasida ozg'inlikni ziyoda qilyapti. Nima? Bir mümin, taqvodor bir inson gap qiladi, Alloh taolaning kalomi bilan gap qiladi. Bir munofiq, bir kafir, bir mushrik inson bu gap qiladi, oyat hadisdan dalil keltirib gap qiladi. Shuning bilan oddiy insonlik gangiraydi. Bu nima ish bo'lib ketdi deb. Demak, ozg'inlik ziyoda bo'lib ketadi. Mana bugun kunimizda az qarindoshlar, mushrik insonlarningki Alloh taolaning oyati, Alloh taolaning dinidan gap qilganligini ko'ramiz. Mana shu narsalar. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizni, qalblarimizni sabit qilsin. Demak, mana ilm mana shunda ko'tarilib ketadi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Innalloha azza va jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo ilmni kishilardan shunda bir tatib elishtilam, tatib ep ketmaydi kishilarning qalbini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Mana bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo ilmni kishilardan uni tatib eliblam ep ketmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ilmni ulamolarni qabzruh qilish bilan ep ketadi. Hattoki kishilarning orasida olim qolmaydi. Şunun bilan kishilar jahil kishilarni bosh qilib tiklab oladi. Bu jahil kishilardan so'riladi. Din haqida so'riladi. Bular ilmsiz fatvo beradi, o'zi ham ozidi va boshqalarni ham ozdiradi dedi. Demak, mana bu birodarlar. Demak, ilm ko'tarilib ketadi deganda maqsad xuddi hadisda bayon qilingandek, u Erqa bir kishilar ilmni yodlagan, ilm o'rgangan kishilarning qalbidan ilm o'chab ketadi deganlik emas. Buning ma'nosi mana shu ilmli kishilar o'lib tugab ketadi. Keyin kelgan kishilar bulardek ilmlik emas. Shuning bilan kishilar jahil kishilarni bosh qilib tutib oladi. Bu jahil kishilar bularga hukmdor bo'ladi. Bu jahillik bilan shuning bilan bu jahillar ham ozg'un, boshqalarni ham ozdiradi dedi. Mana bu narsani ham bugun kunimizda alohida ko'rib oladigan narsalar qatoridan aziz qarindoshlar. Ilmsiz turib fatvo beradigan ishlarning ko'payib ketishi, ilmsiz turib din haqida so'zlaydigan ishlarning ko'payib ketishi mana bu qiyomatning alomatlari qatoridan. Yana qiyomatning alomatlaridan ilm kichik insonlarning yanida kichik insonlardan talab qilinadigan bo'lib ketishi dedi. Demak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin davridan tatib kishilar ilmni katta ulamolardan o'rganib kelgan. Endi yana shunda davrlar kelib qoladi ekan, kichik kishilar, ilmi kichik, tushunchasi kichik, fiqh bilmaydigan. Mana shunday kishilar bular kishilarning oldiga chiqib, ilm tonu bilan kishilarning oldiga chiqadida, kishilar bulardan fatvo so'radi, bular fatvo beradi. Shuning bilan bular ozdi boshqalarni ham ozdiradi. Xuddi ilgirki hadisda o'tgandek. Bu to'g'riliq ham kelgan hadisda Abu Umayya al-Jumahi radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Inna min ashrat sa'a ayultamasal ilmu inda sag'air." Qiyomatning alomatlari jumlasidan ilm kichik kishilarning yandan izdilinishi dedi. Hamda Abdullah ibn Mubarak radhiyallohu anhu mushadi kichik kishilar kim deb so'raldi. So'ralganda Abdullah ibn Mubarak radhiyallohu anhu aytgan: "Humul-ladina yaquluna bi ra'yihim." Bular o'zlarining ra'yi bilan so'zlaydigan kishilar degan. O'zining fikri bilan so'zlaydigan kishilar degan. Endi ma'nosi dindan, diniy dalillarga asoslanib emas, o'zlarining fikridan so'zlaydigan kishilar degan. Qaraydigan bo'lsak, ko'pincha ozg'un bid'atxo'r toifalarni mana shu yerdan topa olamiz. O'zining fikridan so'zlaydi. Salaf solihlarning so'zini emas, Qur'on hadisini emas, to'g'ri Qur'ondan keltirdi, o'zining fikrini onunğa çatdı. Özünün fikrini gavdlandirdi. Mana bu azgın toifalarning, mayli Xavaric, mayli Jahmi, Mu'tazila, mana bularning yo'li shunda bo'lgan. Yana bular nima desa, ilmi sabit bo'lmagan, ilmi inchiki bo'lmagan, fatvoni inchiklamaydigan, shar'iy dalilni shunda bir dalilni keltiriblam, anoniki o'zining fikrini shunga qetib, o'zining fikrini gavdlandiradigan mana shunday kishilar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilingan yana bir hadisda shunday kelgan.
La yazalun nasu bi khayrin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiler davamlıq yaxşılıqda buludu. İlim bulağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerdinden keptosidir. Demek, az qarindaşlar, biz sahabelerinin ilminden menfaatlanışımız gerek. Man sahabeler nemi degan ma'lum bir masalada. Bular qanday muomala qilgan, buni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va min akabirihim, mana shularning cho'nglaridan ilm kelib turgan bo'lsa, kishilar yaxshilikda bo'ladi dedi. Endi qachoniki ilm bularga kichiklardan kelsa, bularning havoyi havaslari xilma-xil bo'ladi-da, halok bo'lib ketadi dedi. Demak, inson fikridan bir narsa keltirgan vaqtingizda bu havoyi havasdan keladi bu. Havoyi havasdan kelgan vaqtingizda har insonning havoyi havasi o'xshamaydi. Shuning bilan ummat ichida ixtilof, bo'linish, mana shuning bilan halokat bo'ladi aziz qarindoshlar. Demak, mana bu narsalarga qarashimiz kerak. Mana bu narsada yaxshi fikr qilgan inson mana buning ko'rinishlarini yaxshi topa oladi. Shuning aziz qarindoshlar, ilmni o'rgangan vaqtingizda biz diqqat qilishimiz kerak. Ma'lum bir narsani izlangan vaqtda diqqat qilishimiz kerak. Buningga ulamo nima dedi? Sahobalar nima dedi? Tobiinlarning ichidagi ulamo nima dedi? Uningdan keyingi shu saodat davridagi kishilar nima dedi? Mana shunga diqqat qilib turib, ilm o'rganilishi kerak. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shunday aytdi: "Innal ilma laysa bis-sin." Ilm bu yosh bilan bo'lmaydi dedi. Demak, bu yerda nima desa, bu yerdagi cho'nglik. Bir inson yoshi cho'ng bo'lsa, bu ilmning alomati emas. Shuningdek, kichik bo'lib qolsa ham, bu bir jahillikning alomati emas. Ammo bu yerdagi nima desa, bu yerdagi cho'nglik mana shunday ilmda cho'ng kishilardan, mo'tabar kishilardan ilm o'rganish, mana bu aslilik bu. Endi bo'lib qolishi mumkin, o'zi yoshi kichik, ammo ilmda cho'ng kishilar. Mushkil emas. Masalan, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu nahayt yosh turib fatvo o'ltagan nima desa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilgan sahoba u. Allohumma faqihhu fid-din. Ya Allohim, buni dinda faqih qilgin deb. Demak, nima desa bu mutlaq narsa emas. Lekin kishi o'zining ra'yi, havoyi havaslari bilan so'zlab, mana shuni din qilib ko'rsatib, kishilarni ozdiradigan mana shunday ilmi kichik insonlardan ehtiyot qilish kerak. Bu xatarlik narsa. Ahmad ibn Hanbal aytdi, ilm yosh bilan emas dedi. Ilm yosh bilan emas dedi. Ba'zi kichik odamlar ham jiq narsalarni o'rganib ketgan bo'ladi. Ba'zi cho'ng odamlar bo'ladi, lekin kichik bola bilganini bilmaydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat qilindi. U kishi aytdi ekan, "Innal ilma laysa an hadathati sin." Haqiqatan ilm bu yoshning kichikligidan yoki uning ko'ngligidan, ya'ni cho'ngligidan emas, lekin bu ilmni Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan kishiga beradi dedi. Shuning uchun kishi mana shu ilm masalasida Alloh taolodan qo'rqish kerak. Shuning bilan birga ilmsiz fatvo berishdan nayt saqlanish kerak. Alloh subhanahu va taolodan so'raydi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qiyomatning alomatlari hammasi birma-bir tarqab ketgan mana shu bugungi kunimizda Robbimiz bizni o'zi rozi bo'lgan amallar bilan, o'zi yaxshi ko'radigan amallar bilan mashg'ul qilsin, qalblarimizni, amallarimizni isloh qilsin. Robbimiz o'zi rozi bo'lgan holatda o'ziga muloqot bo'lishga hammamizga tavfiq bersin. Mana shu Ramazon oyini Robbimiz gunohlarimiz mag'firat bo'lgan, gadallarimiz jahannamdan azod bo'lgan holatda oxirlashtirishga hammamizga tavfiq bersin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.